cholg'ularimizdan dutor cholg'usida Yallama yorim o'zbek xalq kuyini tinglaymiz. Tayyormisiz? Sayyora Mamadiyeva musiqa fani o'qituvchisi sifatida o'quvchilarga ta'lim berib kelayotgan malakali pedagoglardan biridir. Ta'lim sohasiga 2014-yilda kirib keldim. Dastlab ishimni Chortoq tuman pedagogika kollejida faoliyatini boshlaganman. Undan so'ng orada magistraturada o'qidim. Magistraturani bitirgandan so'ng 53-maktabda musiqa o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. O'quvchilarim oldimga darvozadan kirib kelsa, musiqa ustoz deb yugurib kelishsa, yana ham quvonib ketyapman. Demak, men ustoz degan maqomga ega bo'limman. Ushbu kasbni egallashda uning musiqaga bo'lgan mehr va qiziqishi asosiy omil bo'lgan. Maktabda har doim tadbirlarda rosa ham faol bo'lganmiz. Shu musiqa fanini tanlashimda shu narsa turtki bo'lgan deb o'ylayman. Albatta, musiqa o'qituvchisi bo'lish uchun musiqa o'qituvchisi bo'lib tug'ilish kerak, ya'ni iqtidor, qobiliyat bo'lish kerak. Shu narsa menda turtki bo'lgan. Yevropa kompozitori Ludwig van Beethoven aytgandek, musiqa inson hayotini chaqmoq kabi yoritmog'i lozim deb ta'kidlab o'tib ketganlar. Musiqa darslaridagi oddiy bitta qo'shiqni biz qo'shiq o'rgatish orqali o'quvchilarga biz estetik didini rivojlantiramiz, eshitish qobiliyati, his qilish qobiliyati, ritmni tushunadi va u o'rganayotgan qo'shiq orqali vatanga bo'lgan muhabbat, onaga bo'lgan muhabbat, faxr, iftixor tuyg'ulari ham shakllanib boradi. Hozirda u darslarni samarali tashkil etib, o'quvchilarning bilimini va musiqaga qiziqishini oshirib bormoqda. Hozirda men Namangan davlat institutida art pedagogika kafedrasida mustaqil tadqiqotchiman. O'zimni yo'nalishim bo'yicha mustaqil izlanishlar olib bormoqdamanki, shu darslarimda, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan darslarda ilg'or metodlardan, interaktiv metodlardan foydalangan holatda, boshqa fanlarda ham musiqa bilan integratsiya qilgan holatda darslarni olib borish yana ham maqsadga muvofiq ekanligini o'zimni ilmiy ishimda hozir olib bormoqdaman. Shuningdek, bo'sh vaqtlarda kasbiy salohiyatini oshirish ustida muntazam ish olib boradi. Asosan bo'sh vaqtimizda endi musiqachi bo'lganligimiz sababli o'zbek milliy cholg'u asboblarini o'rganamiz. Prezidentimizning 112-sonli qaroriga muvofiq har bitta musiqa o'qituvchisi kamida 3 tadan cholg'uni o'rganishi belgilab qo'yildi va biz hozirda bitta cholg'u asbobini o'rganib chiqqan bo'lsak, institutlarda o'qib, hozirda 3 ta cholg'uni o'rganish bilan shug'ullanyapmiz. O'zbek milliy cholg'u asboblarimizda nafaqat o'zimiz, balki bitirib 11-sinfda bitirib chiqib ketayotgan o'quvchilarga ham amaliy to'garaklar ochgan holatda hozirda ularga o'zbek milliy cholg'u asboblarini tanishtirib, ularda kichik-kichik asarlarni chalishni o'rgatib bormoqdamiz. O'zining izchil mehnati evaziga turli yutuqlarga erishib kelmoqda. O'qituvchilarni rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan 70% ustamani qo'lga kiritdim. 1 yildan buyon ushbu 70% ustamani olib kelmoqdaman. Hali ham izlanishdan to'xtaganim yo'q. Musiqa yo'nalishi bo'yicha katta yutuqlarga erishib kelmoqdaman. Misol uchun o'tgan yili maktabimizda Turon maktab teatrining ijobiy natijasiga ko'ra iqtidor maktab ansambli tanlovi tashkil etildi. O'tgan yili Dilnavo maktabimizdagi Dilnavo maktab ansambli tumanda 2-o'rinda oldik. Uning faoliyati yosh avlodga san'atga mehr va estetik didni shakllantirishda muhim o'rin tutmoqda.